Assalomu alaykum hurmatli dehqon bog'bonlar, uzumchilar. Bugun 12-may sanasida biz payvandlash ishlarini olib boryapmiz. Ya'ni qora novdalarni ko'k novdaga payvandlashni sizlarga ko'rsatib o'taman. Demak, mana bu ko'rib turgan bog'imiz 8 yillik kishmish navli bog'. Bu yerga biz qarang, mana bu qora novdalarimiz bo'ladi. Buni kuzda olib xolodilnikka solib qo'yganmiz. Xolodilnikda ya'ni novdalarni 4-5 ko'zlik qilib olib, stress salafanga o'rab, havo kirmaydigan qilib yaxshilab o'rab xolodilnikka qo'yganmiz. Harorat +3-4 gradus bo'lgan va shu kungacha mana shu holatda saqlangan. Biz buni xolodilnikdan olib, o'sha novdalarni shu turishicha ochib, suvga soldik. 12 soat davomida suvda turdi. Bundan keyin biz buni maydalab oldik, ya'ni bitta ko'z qilib. Mana ko'rishlaringiz mumkin, ko'zlar hali bo'rtib uyg'onmagan bo'lishi kerak. Va mana ichini ko'rsangiz, mana ko'm-ko'k turibdi. Buni endi ko'k novdalarga payvand qilamiz. Bularni biz oldin tajribada qilib ko'rganligimiz uchun yana qilyapmiz. Buni yaxshi tomoni shuki, bu pishgan novdalar aksariyati mevali ko'zdan bo'ladi, mevasi bilan ham chiqaradi. Va mana bunaqa issiq sharoitga to'g'ri kelib qolganda ham ba'zida ko'k novdani ulasangiz issiqqa chidamasligi mumkin, nozik bo'lganligi uchun qurish ehtimoli bor. Bu qurimaydi. Mana endi buni qanday qilamiz? Ko'pchilik mana shu qora novdani ko'kartirib olishga qiynalar ekan. Bizda aytganimizdek 12 soat qalamchani suvga botirib qo'yasiz, keyin har bittasini kesib olib, yana suvga sovib olib, suv bilan yurish kerak. Mana bu payvand qaychini zakaz qilgandik. Shu kelgan, mana shundan hozir foydalanyapmiz. Juda yaxshi kesar ekan. Xo'p, stress salafan kerak bo'ladi. Ana endi biz payvand qilishimiz uchun bu yerga har 3 metrga o'zi ekilgan uzum tuplari. Lekin orada farg'ona qilib ham chiqarilgan. Ko'mib yondan chiqarilgan. Biz har 3 metrdagisini belgilab olamiz. Ya'ni bu yerdan kerakli novdani topib ochib olamiz. Biz asosan mana shu tutni tagrog'idan chiqqan novdaga qilsak yaxshiroq bo'ladi. Bu kishmish navi bo'lganligi uchun yaxshi turibdi. Nima bo'ladi? Mana bundan yaqinroq kelingda. Novdani shuni kesganimizda mana bu ichini qarang, suvlik turibdi. Oqarib qolsa olish foizi kamayib ketadi. Mana shu o'rtasi ko'rdingiz, suvlik turibdi. Mana shu holatda bo'lsa juda yaxshi. Mana bitta bo'lsa, yana bittaga qilamiz. Bittadan qilyapmiz strafovka uchun. Ya'ni ikkalasi ham chiqib borgandan keyin keyinchalik olib tashlashimiz ham mumkin, qoldirishimiz ham mumkin. Hop, ikkinchisini mana bunga qilamiz demak. Tagidagi bachki shoxchalarini olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Hop, novdamiz, havogan novdamiz bu bo'lsa, iloji boricha nam bo'lib turgani yaxshi. Qarang. Endi buni oldin ponacha qilib bu kesib beradi. Hop. Mana ko'rdingizlar qanday qilib chiroyli qilib kesdi. Manetini ham tokcha qilib qo'ydi. Biz ko'k novdani ham mana shunday kessak, buni ham xuddi shunga moslab kesib beradi. Endi ko'k novdani kesamiz. Yaqinroq kelib ko'rsating. Xo'p, buni ham xuddi shu holatda kesiladi. Mana. Ana endi bu ko'k novdani solishdan oldin yana bitta suvga botirib olamiz. Suvimiz oddiy suv. Xo'p, ana endi shuni oraga joylashtiramiz. Qarang, tokcha qilib kesilgan joyimiz yaxshi o'rni. Payvand qilgandan keyin juda ahamiyatli bo'lish kerak. Shunchaki qoldirsak, u payvandimiz o'zidan o'zi rivojlanib o'sib ketmaydi. Mana hozir biz bachkilarni olib tashladik-da. Bir haftadan keyin kelsak, mana bu zapas. Yaqinroq ko'rsating. Mana keyingi bachki ko'rdingizmi? Mana bu yerda yana bachki bor. Mana shular o'sib chiqadi. Buni olib chiqishimiz kerak. Shuni tozalab tursakkina payvandimiz yaxshi o'sib amal qiladi.
Xullas shunday. Ana endi mana shu payvand qilib bo'lganimizdan keyin orqamizda mana ishchilar qo'yganimiz hozir mana shu tipda hamma novdalarni, ya'ni ko'k novdalarni ham oladi. Orqadan mana deylik, mana buni payvand qildik. Ozmonaga qilmadik, ikkinchisiga yana qilamiz hozir. Xo'p, mana bu yerdan kesib tashlaymiz. Mana bu ortiqcha novdani ham kesib tashlaymiz. Buni vaqtida bitta novda qo'ygandik. Nima uchun tub ishlab tursin degan maqsadda hammasi kesib tashlamaganmiz. Bitta qora zang qoldirganmiz. Mana shu tub ishlab turishligi uchun. Ana endi payvand qilganimizdan keyin mana tepadan ikkita ko'z qoldiring. Bo'ldi. Mana shu ko'karsa mana suv keldi уже. Ko'rdingizmi mana? Suv keldi. Mana bu daraxt ishlab turadi. Faqat payvandni o'zi qolsa, mana tagidan kessangiz, bunga kuch kelib ishlashdan to'xtashi mumkin-da. Shuning uchun payvand qilgandan tepasida ikkita ko'z novda qoldirsangiz yaxshi bo'ladi. Keyingisini ham payvand qilib qo'yaylik. Mana yana bir ko'rsataman. Yashil novdani payvand qilganingizda bitta minus tarafi bor ekan apparatni, shu ichiga kirib qolar ekanda. Ana shuni tozalab tashlashimiz kerak bo'ladi. Boshqa taraflama zo'r. Ko'pchilik mana shu apparatni qayerdan olamiz, nech pul degan savollarni so'rashadi. Buni xorazmlik akamiz Anvar aka Yakubovga aytganmiz, zakaz bergan kishi mana shu apparatni olib kelib bergan. Narxi 2.200.000 so'm. Pichoqdan ko'ra qulayroq kesib beradi. Zapas naqasi ham bo'ladi. Nima deydi? Mana bundaqa pichog'i. Bunda oson. Pichoqdan ko'ra ancha qulay. Mana. Yana bitta suvga botirib olamizda. Ko'rdingizmi qanday yopishdi mana. Mana shunday qilib endi o'rab qo'yamiz. Nimaga ko'k novda ulamadik? Ko'k novda ulasangiz ham bo'ladi-ku degan savol bo'lishi mumkin. Ko'k novda ham ulayapmiz. Bundan ham olib qo'ygandik. Chunki aytganimdek o'tgan yil, undan oldingi yil bir 3-4 yildan beri mana shunaqa qora novda qilaman. Deyarli 90%lik, balki undan ham oshiq natija beradi-da. O'shaning uchun bu ham payvandning eng yaxshi usullaridan biri. Mana ko'rdingizmi? Faqat e'tibor beramiz, har hafta kelib tozalaymiz. Biz mana asosiy novda bu bo'lgan. Bu juda qatib qolgan, mana o'rtasi oqarishga ham harakat qilgan. Biz asosiy novdani kesdikda bitta ko'z qoldirib kesdik. Tagidan kesdik, mana u ham keyin to'xtaydi. O'shaning uchun bitta ko'z qoldirib tepadan kesdik, bachkisiga qildik. Siz agar kech qolgan bo'lsangiz, kech qolmaysizda, mana shunday bachkiga ham qilsangiz bo'laveradi. Yoki yana endi yashil novdani ham bir yo'la ko'rsatib ketsam, aytib o'tsam, xo'p, siz endi yashil novda qilmoqchisizda, asosiy novdani oldingiz-u, lekin asosiy novdangiz yo ichi oqarib qolgan yoki mana deylik mana bunaqa novdalarni payvand qilib bo'lmaydi. Sababi mana bachkisi o'sib ketgan bo'ladi. Payvand qilganingizdan keyin bu bachki quriydi, mana bu quriydi. Yangi keyingi ko'karish kerak bo'ladi. Keyingi ko'karguncha novda o'zi ham qurib qolishi mumkin. Shuning uchun eng zo'ri shunday novda olingki, mana bag'rida tagidan chiqqan bachkisi endi uyg'onayotgan bo'lsa, payvand qilganingizda bir yo'la uyg'onib ketsin. Mana shunday qilib payvand uchun qarang, mana shunaqa novda olasiz. Eng zo'r novda mana shu. Ana endi buni payvand qilishni ham bir yo'la ko'rsatib o'taylik, yashil novdani ham. Oldin bilsalaring, nimada lezzoda qilardim. Lezza eng zo'ri. Xo'p, yaqinroq keling. Mana. Pichoqni anaqasi qalinda, dami qalin. Shuning uchun lezzoda qilgan yaxshiroq. Mana bunday qilib bo'lganimizdan keyin endi men hozir o'ziga urib qo'yapman, bu sizlarga ko'rsatishlik uchun. Xo'p, buni ham xuddi shunday tagiga qilamiz. Hozir mana unga qildik.
3 metrdan keyingisiga qilamiz. O'shaning uchun mana uni olib tashlaymiz. Bu sizlarga faqat ko'rsatishlik uchun qilyapman. Tagrog'iga qilamiz. Mana tagidagi bachkasini ko'rdingiz-a? Olib tashlashimiz kerak shu bachkani. Buni ham endi qo'lda qilganimizdan keyin buni ham qo'lda qilib ko'rsatyapman. Yashil novda qo'lda osonroq. Qora novdani kesish qiyin, o'shaning uchun apparatda kesish qulay. Ko'k novdani ham qilsa bo'ladi apparatda. Mana shunday qilinadi. Stressal ham bilan buni ham o'raladi. Bo'ldi. Ko'k payvand ham xuddi shunday qilinadi. Ko'rdingiz-a? Hali endi nima uchun payvand qilyapmiz? Bu kishmish navli uzun bog'. Narxi pishganda deylik 6000 so'm, 7000 so'm bo'ladi. Yoki mayiz qilishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni bu sug'diyona ham emasda kichkina kishmish. Daromadi past. Biz buni hozir payvandlasak, 1 yil mevadan kechamiz to'g'ri, lekin kelasi yildan oldingi hosildan ko'ra 2-3 barobar ko'proq daromad qilishimiz mumkin. Siz ham mana shunaqangi hosildorlik past navdagi bog'laringiz bo'lsa, xuddi shu usuldan foydalanib yangilasangiz bo'ladi. Yana ko'pchilik savol beradi, payvand vaqti qachondan qachongacha? Xo'p. Endi asosan hozir poyez o'tib ketyapti shovqinda. Bog'ni tomosha qiling. Xo'p do'stlar, mana bu kartamiz payvand bo'lgan. Ya'ni bu yerda ko'kka ko'k payvand qilingan. Payvanddan keyin tagi o'tlardan tozalanib, begona novdalardan tozalangan. Aytganimizdek mana tana chiqqanda shu yerga payvand qilingan. Hozir birinchi tozalov bo'ldi, yana ikkinchisiga ham kelib qopti. Qilingan payvandimizning natijasi. Bunga 10 kundan oshib qoldi. Mana shu payvandlarimizga ikkita qilingan, kelasi ham olibdi. Bu boyish usulda bo'ladi, shuning uchun buni tepaga chiqaramiz. Bu yerdagi bu payvandimiz avatar navi qilinyapti. Ikkinchi tozalashga ham ketdi. Mana shular tozalab tursak, yaxshiroq, tezroq o'sadi. Bu yerda hozir biz shu holatda 40 gektarlik bog'ni shunaqa payvand qilib almashtiryapmiz yangi navga. Ana endi payvand vaqti qachon deb ko'pchilik so'rashadi. Payvand vaqti do'stlar mana shu novdamiz. Deylik, mana shunchalik bo'lib o'sdimi? Mana shunchalik vaqtidan payvand qilsangiz bo'ladi. Ya'ni bunda har nimada iqlimda, ya'ni har joyda har xil vaqtda bo'ladi. Deylik bizda 15-20 aprellarda, ya'ni Tojikistonda mana shu holatda bo'ladi. Hozir biz ayni turgan joyimiz esa Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida. Mana shu yerda hozir 70 gektar bog' edi. 30 gektarni qoldirdik, sug'diyona navi bo'lganligi uchun, 40 gektari kishmish navligi bo'lganligi uchun bularni payvandlayapmiz. Hozir kech qolmadimi deganlarga aytmoqchimanki, siz avgust oyigacha qilsangiz ham bo'ladi. Faqat sharoitini qilishingiz kerak. Payvand qilgandan keyin qarash kerak. Payvand qilib qo'yib shu holatda qoldirib bo'lmaydi. Deylik, avgustda ham kech qolmaslik kerak. Iloji boricha eng zo'r vaqti aprel-may oyi. Shu paytda qilsangiz novdalarni tezroq o'stirib pishirib oladi. Avgustda ham qilsangiz bo'ladi. Balki novdalar qilingan payvandning novdasi pishmay qolsa, ko'k holatda qolsa sovuq bo'lish ehtimoli bor. Mana shunaqa gaplar. Agar mana shu videomiz foydali bo'ladigan bo'lsa, albatta fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring va siz ham qo'rqmasdan mana shu payvandni qilib ko'ring. Qo'lingizdan keladi. Chunki men buni bilmadim, necha yil oldin payvandlashni ko'rsatganimda o'zim internetdan ko'rib qilmaganman. Bizda tog'alarimiz bor, payvandchi, shular bilan birga yurib, o'rganib mana shuni qilyapmiz. Xudo xolasa o'tgan yili mana shu qora navdani sizlarga payvand qilib ko'rsatib,
payvand olgandan keyin meva qilgan holatini ko'rsatganman. Bularni ham xudo xolasa ko'rsatamiz. Avval men barvaqt payvand qilganman. Hozir deylik bu 12-may bo'lsa, oldingiga qaraganda sal kechroq. Chunki naryoqdan boshlab kelyapmiz. Mana bu yerga kelguncha уже mana 12-may bo'ldi. Xudo xolasa tez kunda tugatishga harakat qilamiz. Shu qanaqadir tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyga yozing. Imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir narsani aytishim kerak. Payvand qilishda deylik mana kishmish naviga payvand qilyapmiz. Payvand qilganimizdan keyin boshqa navda o'sha navda bunaqasi geni buzilmaydimi degan narsa bor. Ya'ni boshqacha hosil qilmaydimi? Hosildorligi past yoki kichkina yoki pishmay qoladigan, qizarib qoladigan bo'lmaydimi? Deylik avatar qilyapmiz. Avatar qilding, tagi kishmish, tepasi avatar, yoki kichkina avatar bo'lmaydimi degan savol bo'ladi. Unaqa emas do'stlar. Yana bitta savol bor. Payvandni minus taraflari ham bor-ku. Buni ham aytib o'tishimiz kerak. Payvandning minus tarafi nima? Mana shu payvandimizda yaxshi saqlab qola olmasak, novdasini pishirib ola olmasak, sovuq uradigan bo'lsa, tagidan yana shu eski nav chiqadi. O'zi aslida ko'chatini ekib parvarishlash eng zo'r yo'li, ya'ni deylik avatar navli uzum boqmoqchisiz, ko'chat eking. Chunki tomirdan chiqadi. Tepani urib ketsa ham yana ertaga tomirdan yana o'sha avatar chiqadi. Mabodo bizning payvandimiz sovuq ursa, tagidan yana kishmish chiqadi-da. Lekin biz nima uchun payvand qilyapmiz? Hozir bu holatda biz buni buzib yoki orasiga ko'chat ekib ko'chatni parvarishlaganimizcha bu ko'chatdan 1 yil oldin bo'ladi. Даже 2 yil ham. Chunki buni tomir sistemasi baquvvat, bor kuchni payvandga beradi. Agar 1-2 yilda bu yaxshilab o'rnashib olsa, keyin sovuq urmaydi. Ya'ni tanasi qattiq bo'lgandan keyin unaqa sovuq qattiq ta'sir qilmaydi. Faqat eng muhimi 1-yil. 1-yil yaxshi parvarishlab, novdani asrab qolishimiz kerak. Buni biz endi qanaqa sistemada qilamiz? Mana shu payvand qilgan novdamiz ko'kargandan keyin biz mana shuni bu tarafga qilib taraymiz. Ikki yonga taraymiz, ikkita shoxni. Va mana shu shoxni mevali novdalarni keyin tepaga taraymiz. Mana bu ko'rib turgan plastinkalaringizga mana bunaqasi temirlari bor hali. Ya'ni tepadan bitta, pastdan bitta, yana pastroqdan bitta bo'ladi. Ularga sim tortiladi. Xuddi o'sha Yevropa stilida mana shu bog'da shunaqa qilmoqchimiz. Albatta, sizlarning kuzatuvlaring davomida buni ko'rsatib borishga harakat qilaman va qanaqadir maslahatlaringiz bo'lsa ham yozib qoldiring, maslahatni ham olamiz. Videomiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Bo'ldi.